Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerga ikkita rom bitta katta eshik o'rnatdik. Aldox profiliga bo'lgan. Oq aynalari ham oddiy oq qo'ygan. Eshik tashqari ochilish 1.60 ga 2.75 eshik. O'zrat bitta romi 1.30 ga 1.50. İç kardonu ko'rsataman hozir. Tejribachilari zo'r chiqqan xolasi. Pastdan alkafon berdik. Eshik tashqariga ochiladi. Romi. Yonboshlar ispanitlarni berganmiz. Bu ikkita rom bitta eshigimiz 5 million so'mga tushdi. Kimda shunday achalar kerak bo'lsa 91 487 12 37 nomerlarga aloqa qilishga olasizlar. Vodiy bo'ylab o'rnatib berish dastavkalar ichida.